yanına keşke teyli kılıvatalım. Leo. Bugün biz köktaşlıkta emre kılımız. Sizler poyez stansıga barmakçı olsizlar. Biz hareket kılışga tayyorlanıp bolduq. Bu kaçış üçün bir yaxshi fursat. Köp gündüzü bunda qilsanglar mag'lub bo'lishing o'tirgan gap. Biz oxir qat'iyatga keldik. Balkim aytib fursat ketib qolishi mumkin. Biz harakat qilamiz. Hech kim bizni to'sib olmaydi. Sizlarga oq yo'l tilayman. Nimaga cho'chiysa, bu degan qarg'a tishmashig'i. Men bu joyda qalaymi qancha chiqishni xohlamayman. Beni anlamasizlar. Hammalar o'z joyinglarga tarqinglar. Stansiyadagi yahudlar diqqat qilinglar. Poyez yetib kelganda men sizlarga doim ta'kidlab kelganga o'xshash kulimsirab turishinglar kerak. Esinglarda bo'lsin. Biz ularni qarshilayapmiz. O'zinglarni tabiiy tutishinglar kerak. Agar telegonga o'xshash qaytinglar duduqlab qoldi ekansizlar yoki fursatni foydalanib qochmoqchi bo'ldi ekansizlar, o'lim jazosiga uchraysizlar. Uqdinglarmi?
Hammamiz cho'qim birga turaylik. Qo'limizni tutishib olaylik. Hey, sen bu yoqqa. Tez memiş. Hey sen, bu yoqqa o't. Hey, sen, bu yoqqa o't. Yo'q. Birga turaylik. Agar birga bo'laylik desanglar, o'zinglarni ma'lum qilinglar. So'rab qolsa, bir hunar bilmanda. Tinchliklar. O'rninglarda tez turinglar. Hazır sizlar vaqtincha ishga tarafga ayrilsizlar. Ayollar va bolalar bu yoqqa turinglar. 14 yoshdan oshgan o'g'illar bu yoqqa turinglar. Kasallar, ojizlar, yo'l menish qiyin bo'lganlarga yordam qilindi. Yuk taqdiringlarni qoldirib qo'yinglar. Birdamdan keyin sizlarga olib beramiz. Hozir ishga tarafga ayrilinglar. Tez memiş. Oğlum, kızım uyan gelin. Ana, bu kapta kayıp gider mi? Gidin ben uyan gelin. Ağzını kıyıp koy. Oğlum, geri kızdırayım. Tez dolaş tez. Kaptan bulaş, kaptan. Öte bu yaka. Kaptan bul. Ne kanat dur sen? Kaptan bul. Tez. Oğlum, koş. Koş. Beni koş. Yeterli, harlığı çıkalım. Kaptan bulunlar, kaptan. Ne kadar duruz be? Hey sen, öte bu yaka. Hey, anladın mı yok? Kaptan bul. Anlap dur. Bu qumni qandaq chachqinimga qarab tur. Mana shundoq bir chimdimni chachiman. Esingda bo'lsin. Mana bu sizlarning yerginishlik imperiyanglarning oxirati. Oxir bir kuni bo'ron chapqinlarda to'zib, izdiraksiz g'oyib bo'ladi. To'xta. Sana ruxsat qilmaguncha o'rningdan metirlamay tur. Tez turinglar. Hammanglar diqqat bilan gapimga quloq solinglar. Sizlar Sobiboga, Polshaning sharq qismiga yetib keldinglar. Bu bir emgak lageri. Biz sizlarni bu yerga olib kelib emgak qildiramiz. Emgak qilsanglar bir oz jafo cheksizlar. Lekin bu sizlarning ruhinglarga foydali. Shuning uchun amaliyotda biz sizlarning shafqatchinglar. Sizlarga yetishqi uy, yeyishga tomoq beramiz.
Sizlar biz bilan obdan hamkorlashinglar kerak. Faqat sizlar yavaşlık bilan emgak qilsanglar, qo'rqadigan hech qanday ish yo'q. Sizlarga yana ism kartochkasi taqib beramiz. Uni urug' tuqqan do'stlaringlarga aytib bersizlar. Ularga xat yozib, bu joyga sog' salomat yetib kelganliklarini aytib qo'yinglar. Biz xatinglarni pochta orqali aytib beramiz. Sizlarga bir shum xabar aytay. Aloqador ma'lumotlarga qaraganda bir qancha emgak lagerda kizik kesili taqilibdi. Biz suvi bo'ldimi, kizik kesilining taqilishini xohlamaymiz. Sizlar oldi bilan monchiq berib issiq suv yuvinsizlar. Albatta, har ayollar monchiq ayrim bo'ladi. Yunayotgan vaqtda kiyim-kechaklaringlarni dezinfeksiya qilib beramiz. Esinglarda bo'lsin. Erkinlik bo'lay desanglar, yavaşlık bilan emgak qilishinglar kerak. Lagina junshi. Polis junshi. Bizga tajribali tikchi va muzdosh kerak. Aranglarda ayol tikchilar bormi? Agar tajribali tikchilar bo'lsa, o'zinglarni ma'lum qilinglar. Ba. Men tikchi. Ilgari qayerda ishlagan? Varshavada 2 yil, yo'q, 2,5 yil ishlagan. Bilyoska kiyim-kechak do'konda kiyim o'zgartirishga mas'ul bo'lgan. Bu yoqchiq. Men tikchi. Bo'pti, bu yoqchiq. Aranglarda yaramliq muzdosh bormi? Men muzdosh. Men usta. Bo'pti, bu yoqchiq. Yaramliq tikchilar bormi? O'zinglarni ma'lum qilinglar. Efendim, men tikchi. Bu sening o'g'lingmi? Shundoq. Bolalık ayarlar bo'lmaydi. Men tikchi. Bu yoqchiq. Bizga yaramliq muzdosh bilan tikchi lozim. Efendim. Men zargar. Buni men yasaqan. Bu mening asboblarim. Yaxshi, bo'pti. Bu yoqqa o't. Efendim, ukamiz zargar. U mening yordamchim. Har qanday niyat buyumlarni yasay oladi. Ey. Tez bo'l. Yaxshi. Bu yoqqa o't. Qani keyin ko'ramiz. Efendim. Dadamni bulamdi. O'rnimda medirlamay jim tur. To'xtab tur. Tikishida bormi? Men tikchi. Nereden geldin? Bilyotlikdan keldim. Men usta tikchi. Bu mening asboblarim. Yaxshi. Bu yoqqa chiq. Yeni bormi? Pauz o'sha. Ayollar, bolalar, menga agishmanglar. Erler bile oğul vallah, eyvallah. Geldinizmi? Yo'q, men tahiyatlik bo'lmadim. İsmim Bayer. İsmim Luka. İsmim Roni. Yerim düşman arkası bir partizan.
Mang tez. Kire. İsmim Samir. Sizni qarshi olaman. İsmim Edizak. Biz SS-chilar ham Ukraina qarovlar uchun ishlaymiz. Mening muzozligimni qanday bildingiz? Bilmedim. Agar men do'konchi bo'lgan bo'lsam yoki boshqa ish qilgan bo'lsam yaxshi bo'lardi. Sizga aytib qo'yishim kerak. Vaqt uzargan sir bilib qolasiz. Sizning shu o'zingizni ma'lum qiling deysiz. Chunki siz men bilan chiqisha oladiganday qilasiz. Bu Sobibo'da intayin muhim. Ha. Siz nereden keldiniz? Tez. Tez bulun, tez. Bu yoqqa berib saqlab turinglar. Bizni nimishki saldık ne? U saqlab turunglar dedi. Elkin hazır iş ko'rsatib bira. Ular bunun içinde balı bir kıspiyon koymaydı. Her vayım pelek. Ben bilemem. Kirişe. Sırtqı çıkış ruhsat yok. Bu vagın ajonsunun buyruğu. Anlaştık mı? Ha? Qarang. Yo'q, o't ketdimi nima? Biz nima ishdi? O't ketganligini ko'rgan bo'lsangiz, cho'qim o't ketgandi. Mening so'zlashim davomligi o'xsham ekan. Unda otni nima kuydirdigandu? Kim biladi? Men bo'lganda bu odatga qo'l qilish emas-ku. Toluq geldi. Yo'qlimi qilib bo'ldi. Vagona efendim. Bazı işlerini sizlerge düşündürüp koyar. Komandanımız sizlerin bu bir noktanı aydınlaştırıp bilişinlerini bana tapşırdı. O sizlerge mesul olmamız olmaydı. Bu yerdeki her bir kişi mesul olmamız olmaydı. Bu yer xuddi çoğun ailege okşaş. Bugün bu çoğun ailenin 3 nefer azası bundan keyin biz bilen birge bulanmaydigan bo'ldi. Lekin biz bundaq ishning yuz berishiga hargiz yo'l qo'ymaymiz. Biz bu 3 nefer ahmakni qaytırıp geldik. Bundan keyin hemmimiz birge öteyli. Bu söz, bu 3 nefer Yahudinin sizlerge deydigan sözü, bunu bilip qilinglar. Sobibo'dan kaçıp çıkış herkes mümkün emas. Kaçış en ahmakan hareket. Onun neticesi ölüm bilen ahırlaşıdı. Sizler kaçış peylinglardan yeninglar.
Ular nima uchun so'zingizni olmagandir? Ularning chidashga taqati qolmadi. Biz xilidan buyon qechishni ko'nglimizga bukayapmiz, lekin amal qilmayapmiz. Rostlik fursat yo'q o'xshaydi. Yo'q, hamon chaqirib tepiladi. Lekin burada qilmaymiz. Tashkillanishimiz, sabrjan bo'lishimiz kerak. Undan boshqa yuruk izlab ruhi tushib ketmagan yigitning kelganlar bilan birga harakat qilishimiz kerak. Amal qilib qechishga fursat olsak deyman. Erkinlik uchun jonni alqon qilib o'rnini berish kerak. Qechib ketasak intiqom olish degan shu. Komandan Reçal, sizlerin oyunlarını körüp bakmakçı. Bak çırayla gel. Seyazıdan mı? Şundak. Es. Bu bizge bak layık geldi ki. Bu neme vakillik kıldı? Bu benim ismim. Şorum Stonis. Üzük yasalamsa. Yasayalım efendim. Biz her kandak sünnet buyumlarını yasayalımız. Kime bir yığımız kılaylar bakar. Ben kör bakar. Oltasın bulamdı. Buladı. Olta. İsminizin baş harfini eğitip versiniz bulamdı. S.K.R. Fransiski Richard. Bunu da efendim. Lekin altın gerek. Bulayı demdi. Bulağı azırak yemeklik. Hem yepince keperim. Efendim. Kiyimlerimiz bekirleşip gitti. Subiyvodaki her kandak adam pakize, retlik buluşu gerek. Ula kiyim geçecek ambirden üzügü layık yıldığın kiyim talıvasın. Kop komandan. Efendim. Ana bile açam. Ağız oluyorum. Toktap durun. Gipini kılavasın. Ata anam, açam bilen birlikte geldik. Ula bilen kaçan görüşeleyimiz. Ula adını kımkınma. Pat ağırdı görüşsüle. Ula amge kılavatıdı. Silahını tezlikçi görüştürme. Babalıslap giripti. Kalsanınız tüzüşümüz. Balağınızı başka gapirip etişiniz gerek. Ne gapirip koyduk. Eğer sizin balığınız boz kandak kılasınız. Bagına geldi. Hayırlı seher hanımlar. Bekşika. Bizge bir adam gerek. Kaytınla Toşkan Bekşi bilisile. Ben bilmem. Ornundan dur. Sen kayada Toşkan bakan. Ailemizde. Tohu bilen Toşkan bakattın. Anam ulan satattı. Bob demizde sen bak. Onu başlap çık. Memle yürü. Ben işine etip koyay. Vagonanın açığını keltirip koyma. Buna sesla bekleşilişip gitti. Vagona eski bir eblah. İsminiz ne? Loka. Loka. Siz bir işine etip koyay. İlgir Toşkan bakka ayalını bile kayırıp gitti. O şundan keyin görünmedi. Onun bilini vagona kayırıp gel. Toşkan silahının ehdivalık yemekliki. Ula Toşkan göçüge bek amrak. Siz özünüzün kıldığı işini özünüz sırf kılışınız gerek. Tutunuz mu? Siz aksakal mehbuslar istediki küçük başlık o değil mi? Şundak. Siz Yahudi mi? Bu yakege mehbuslarının hemisi Yahudi. Siz Yahudi durup nasıl slayişte işlemsiz? Ben size okşaş başka malım yok. Lekin siz kolunuzu kam kelivapsız.
Özün tanla. Canınızdan ayrılısınız. Ular sizni menimi öldürüdü. Undaq tavakkülçilik qilishingizga yo'l qo'ymayman. Bundaq ishlarni men ko'p qatim ko'rgan. O'zingizni bekor o'limga tutmayman. Sizga nimda rahmat desam bo'lar? Bu kimlarni haydab kelgan? Ağzını yum. Sual sorsun ruhsat yok. Berip işini kıl. Sen işine kamayı nime qarab tursan? Bu yoqqa. To'g'ri aytdi, oqsoqol. Qamchini mana be. Yavaşroq bo'l. Hammaning biri ishini qilish. Nimaga qarab tursan? Chaqqan bo'l. Ayallar ve balalar kayada. İyi de, qarab bakın. Bunu qandoq topdingiz? Oshxonada dastasi ekan. Tatmaydıysa kızını yum. Oğlum abi! Oğlum abi! Sosala! Oğlum abi! Oğlum abi! Sosala! Biz nima uchun o'zaro so'qishimiz? Agar aqlinglar bo'lsa, bizni bu yerga akilib, musholga tushirib qo'ygan odamlarga g'azablanishinglar kerak. To'xtang. Ulağa bölüp verin. So'rab bakay, ismingiz Leonma. Shundoq. Samir siz bilan ko'rishimni aytgan. Ismim Izzak. To'g'ri, u men sizning gapingizni Xitoyga sotib o'tdingizmi? Shundoq. Bu yerga men bir nashqatim borgan. Yahuda bastırın tudumsiz. Meyiz bastırma, shundoq. U dadamning qadina so'siydi. Bilensiz onun o'lim jazosi verdi, bilmayman. Yahudi ibodatxonasida
aynı telaş murasını ötküzüş vaxtıda. Aynı vaxtda mən var edim. Yürü, sırtqı çıx sözü şeyli. Sizler tanıştınız mı? Samir bilan ikimiz bir grup qurvatimiz. Grup a'zolarini mo, noit ihtiyochli bilan tanlavatimiz. Biz bu yerdan qochmoqchi. Qanchayli? Hozir men o'qmayman. Balkim 10 yoki 20 ta sanida aniq emas. Esinglarda bo'lsin. Biz qilishgan gaplarni qat'iy mahbet tutishinglar kerak. Mayli qanday badal to'lashni qat'iy nazar. Men xudo oldida qasam qilay. Hozirli oldingizda o'lish birazki hargiz sizlarga osiylik qilmayman. Bo'ldi. Xotinim bilan o'g'limni birga olsam bo'lamdi. O'g'lingiz necha yosh? 4 yosh. Sizlar kelgan kuni xotiningiz bilan o'g'lingizni kimlar bilan birga turganligini bilamiz. Ular boshqa bolalar va ayollar bilan yuyinishib ketgan. Jazm qila olamsiz, shundoq. Nima bo'ldi? Gapimga quloq soling, Yitzhak. Bu o'lim lageri. Bu yerga har kuni bir qadam poyezd keladi. Erlar, ayollar, balalar, muncha kirganlarning hammasi o'ldirildi. Bir odam saqlamaydi. Yo'q, xudo. Yitzhak. Xudo. Yo'q. Yitzhak. O'zingizni besveling. Parvardigar, yo'q. O'zingizni besveling. Yo'q. O't yurdi. Ularning dafn murosimi. Xudo. Xudo. Bu zot nima ishdi? Ular mening jon jigirim emasmidi? Perverdigar. Yaraysan. Sizdan qandaq? Shundoq bo'lsa boshliq. Üzüki lahilab chiq. Har bir jangchida birdan üzük bo'lsin. Hozirla boshla. Xo'p. Yata. Sizlarga omad tilayman. Nima uchun? Yana kelgan toshqon baqadigan qizni ko'rdingmi? Men ko'rdim. Polchilikka bir qatim tutaqchiligi bor ekan. Odamning nomusini keltirib devatgan kimini qara. O'lgan Yahudi. Agar suni bilan Boyli bilan golishishga odamni unutib qolma. Eschilar chekidan qo'nglab chiqarilib, Rossiya oldingi setiga avatildi.
Çünkü ular bir Yahudi kızga basqınçılık etken. Undaq gap bilan parvoyim palak. Men mushundaq. Biz hamon ularni o'ldiryapmiz. Shuni o'ldirishdan burun ular bilan ko'ngil olsak bo'lmamdi ekan. Onda qilishga bo'lmaydi. Biz degan SS-chilar, bu degan harbiy lager. Paskini Yahudilar bilan o'zimizni bulg'amasimiz lozim. Angeliliklar yana Hamburgni bombardimon qildi. Ta'lim borkan, xotinim bilan o'g'lim sog' salomat ekan. Xudoga shukr. Xotin ballarını sağ salamet turganlığa hoşalman. Germaniyani qo'g'dug'ichi, sharafli jalchi. Undaq gaplarni qo'ying. Dadam birinchi dunyo urushida qurbon bo'lgan. U vatan uchun o'z majburiyatini ado qildi. Biz bugun bu yerda vatan uchun tafiyat tortimiz. Xuddi jang maydonidagilarga o'xshash faxrlanishimiz lozim. Deganlariga to'g'ri. Jang maydoni. Sarab olib qoldingmi? Sen nima ish qilyapsan? Her kuni kichik uyda o'ltirib, gaz qopqog'ini echib yepishni bilasan. Qopqoqni echib qo'yib, 20 minutdan keyin yeb o'tsan. Nima degan ulug' xizmat a? Onunğa zo'r g'ayrat bo'lish kerak. Pavel, sen bugun necha Yahudini zaharlab o'tading, ha? Ularning oldida bunday gaplarni qilishmayli. Sen hech nimani anglamaysan. Shundaqmi? Nima deganligimizni anglaymadim efendim. Shundaq. Seni qulog'ing gaz. Necha yoshgadir? 15 yoshga efendim. 15 yoshga? Mening o'g'lim 12 yosh. Men uni 15 yoshgacha yashasa ekan deyman. Yahudilar yashagan yerda u nimishga yashamaydi ekan. İsmi nima? To'yib efendim. To'yib. Bana birkaç pilet gel. Xo'p efendim. Bo'lsala qishning kuchi ko'zimda yo'qol. Men Tereblinkiga borgan. Mazal uqamidim. Bu ularning nima qilganidir? Agar muhofazat boshab kelsa, shunday ishga chiqdi. To'g'ri, qo'mondon efendim. Tereblinkiga Yahudilar to'plan ko'tarib o'ylarni ko'ydirgan edi. Bu yerdagilarmi shunday qilishi mumkin? Yo'q, Sobibodi bunday qilish mumkin emas. Men kafolat qila olmayman. Sizlarni qattiq ehtiyot qilishinglarni umid qilaman. Men Berlindan uqtirish topshirib oldim. Hozir ular bu yerga keladigan poyezd qatim sonini oshiribdi. Har kuni 3 qatim poyezd keldi ekan. Bu bizning xizmat unumimizni sanaydigan payt. Biz Yahudilarni qattiq nazorat qilishimiz kerak. Tereblinkiga ishlar bu yerda yuz berib qolmasin. Xo'p, qo'mondon. Ne yerdan chiqish bormi? Sana kichikgina bir sovg'at keldi. O'ta u yoqqa. Isming ne? Men to'yibni tuniyman. Uni men ish qilay. Og'zingni yo'q. Qamchamning dastisini oltin bilan naqshlab bir yilad bu joydan yogishib mushak to'qsin. Sizga bir ish qiltagim bor edi efendim. Lekin vagon ajuvchi u meni topadi. Meni deganim bo'y chiqin. Undoq bo'lmaydigan bo'lsa qo'lingni sindirib o'taman. Qo'toma, ijro qilaman efendim. Ata iningni 3-chi jazo lageriga o eshik uyiga berib meni chaqirsin. Ismim Savlet Pavel. Men iningdan oltin avatiman. Bayatdan deganim bo'y chiqil. Qo'toma. Qo'tum. Bununla qarab bakın. Rahmet sizge. Bunun uzuqlık kıymeti pek yukarı. Sizin kaçınızga bir parça çöp koydum. Azırak yan. Siz çoğun tamak işiniz gerek. İntikam elişinin en yaxşı çaresi. Hayat kılış. Ailemdekilerin hemmisini ona öldürüverdi. Tez buluş. 2 minut vaqt berme. Tez buluş. Menimcha bunda qilsak Leon. Biz Ukrainalik qarovullardan foydalansak.
Bu mümkün. Bu Ukraynalı qaravullar SS-çilarga sadık mı qandaq? Ularmı SS-çilarga bizga o'xshash ish, chunki ularni taslim bo'lib nima sadirab ketgan. Biz ular bilan hech qachon qarshi chiqmadik. Biz xilidin bir ulardan paylanib kelyapmiz. Ambardan oltin ham zinat buyumlari o'g'irlab chiqib, Ukraynalı qaravullar bilan yemaklik almashtirdik. Ularni xili beyib qoldi, biz aman qoldik. Siz qanday qilmoqchi? Agar yoshroq Ukraynalı qaravulga o'xshab qolsak, u bizga ziyarlik tur yetkazib bersa, Erkin koalitsiyani to'sin bo'ladi. Zahalik to'g'ri bo'lgan bilan nima qilamiz? SS-çilarga tamaq tushuydigan bolalarga bersak, ularning tamiqiga aralashtirib yotib ish bitmandi. Yo'q, Samet ularga xabar kichik bu ishlarni ularga bildirsak bo'lmaydi. Shundoq, lekin biz harbiy emasda. Yana kelib, ishqilib o'tirishni bilmasak, Jo'ranglar, ishqa mayli. Yig'ilish pishti kishilindi. Mamamsa. Efendim, Paul Cumhur'unuzda ettim. Nima qila kelding? Bu yerga kirishga ruxsat yo'q. Paul Cumhur'un keldigan efendi. Bu yerda kutib tur. Nima bo'lgandi? Musistlar hech qaytib kelmaydi-ku. Balki ezib qolgandi. Ha, u qaytib keldi. Mus. Sana nima bo'ldi? Tayoq yedingmi? Yo'q. Emisi nima bo'ldi? Siz ayt. Insoncho. Men buni oxiri Paul Cumhur'unu izlab bağlan edim. Bunun xabarim bor. Ben yuyunduğun şeyini gördüm. Ulan herkes yuyundurmaptı. İçi gelip kirgenlerini hemmini öldürüp etipti. Ben nurgun cesetlerini gördüm. Ben, ay Allah, buraklarının cesedini dönüp koyuptu. Biz okşaş, mehpusla ulanı, horuğu besle, bana dikel. Yuyunuş uyku kirgenlerinin hemmisi ölüptü. Rızkımı saklamaptı. Ailemizdekilerin hemmisi ölüp gitti. Hemmisi. Sen bulandı birisi gelse. Bilip durup nışkımız kaçmaysa. Meni ailemdekilerini öldürüp etti. O gırmallıkla bu işlerini sırtka desen. Seni mi öldüretimiz digen. Anam ne? Adam ne? Ağacam ne?
Öldürüldüm da. İntikam alınan. İntikam alınan. Diyorsun degan kaçsınlar? Ben. Sen yeni kelgen zargarıma. Yaxşı sen. Sizler zatımı kılasızlar. Sizlerinin ata-ana, balı çakılığınlar zevkçi kusurgan caydım o. Muştular kılamsızlar. Ula hazır. Anı ballarını öldürürse. Sizler bu yerde torcılık kusu oynap, köngüne hiç verem gitsizler. Sizler yani Allah'tan için işlevatsızlar. Kim gizeklerini girmalıkları takdim kılavatsızlar. Anamın giyimi, kızımın giyimi. Bakırma. Hazır Suvibo'nun ahvalına düşendin. Lekin ula ağzından duyumları yasap bir vatsa. Kene, rat kılalamsa. İnsani hürmetini saklaş için ula tertibini öldürülüşke çıdamsa. Ya sen onda kılamaysa. Biz mi onda kılamayız? Belki günlerinin birde vicdan azabı tartışımız mümkün. Bu yerdeki hemmeyle okşaş. Ben bu yerge xotunum, balam bilen birlik egen. Ular kiyim-kechak ayırış uyga taqsim qilingan edi. Xotunim bilan balamni ular yunishqa buyuribdi. Ikkinchi kuni men kiyim-kechak xillab etib, tasodifiy xotunim bilan balamning kiyimlerini uçurtup kaldım. Shundan keyin men ularning ziyonkashga uchirganligini bildim. Mening balam, xotunim, bizning maqsadimiz hayot qilish. Shundoq ba'zida biz naqsha aytib usul o'ynaymiz. Ba'zida yana chaqchaq qilishimiz ham muhabbatlashimiz. Bo'lmasa bizning hayot qilishimiz mumkin emas. Biz ularga ishlab berganligimiz uchun hayot qilyapmiz. Hayot qilishning maqsad intiqom olish. Bu kun hamon yetib keladi. Buni bilamsa. Faqat intiqom ola olsam nima bo'lsamaydi. O'lsam armim yo'q. Necha kirdim. Sizning uchun necha kirgandimi? Sen cho'ng odam bo'lib qolding. Vagona tekshirishga kechikib kelganda qiladi. Abla u kep qoldi. Xayrlik etdigan xonimlar. Bugungi ishinglar qanday ketyapti? Balama. Sizden mi kılmaktı? Neymi kılmaktı? Bilip koy. Sobi boda, bovak yok. Öte bekka, yok baskına. Yok, sen mi kılmaktı? Yok, bana ödeme. Bugün benim keyfiyatim yaşlı boğaçka. Seni tırık kaldıray. Yok. Hakikaten terliğin bağ yal gelse. Balamı kaydırıp ben. Məqsədimlə tək düşənmədin mi? Sana yaşaş burusu demək mi? Bu mu? Umayaq düşmedi. Avarsın. Senden yaxşılık kütməyəm. Hayvan. Biz bu yerden ketişimiz gerek. Çokum çıkıp ketişimiz gerek. Lekin bu yerden ketkendan keyin nima ish qilamiz? Keşip çıkıp ormanlıkka kirib olamiz. Ormanlıkta qarşılık ko'rsatish tashkilotlari bor. Biz ularning sepiga qo'shilib olamiz. Biz cho'qim bu yerdan keşip chiqish amalini tepishimiz kerak.
kaldıgan günümüz. Gollandiyalikler yavaş buluş gerek. Qani, sizga yordamlashay. Rahmat. Buni ep berib yuk taqingizni olasiz. Rahmat. Ay, to'xtab turing. Buni sizga beray. Bizga bir narsa ilishga ruxsat qilmaydi. Nim deydigansiz buni eling. Bo'lmaydi. Ondaqda bu sizga Gollandiyaning xotiri bo'yin bo'lib qolsin. Boshqa Gollandiyaliklarmi keldimi? Yo'q, sizlar tunji qatim keldinglar. Ekelim, bana verin. Bu sizden yük takkar töçkünüz. Yutturup koymana. Rahmat. Eğer çıkışçılar izanlarını malum kılınlar dese derhal kol götürün. Ben usta çıkışçıdım. Nima uchun? Dikinim bu iş kılın. Yaxshi o'ynaydi ekansiz. Rahmat. Kishini maftun qiladigan xalq usuli. Odamni berkilib qiladi ekan. Ko'pchilik hammanglar tansa o'ynaysizlar. So'z boshlansin. Men ko'pchilikning xo'shalik bilan o'tishini umid qilaman. Qani ko'pchilik o'ynanglar. Ha? Tansa o'ynanglar. Qani chiqar. O'ynanglar. Ha? Qani chiqib o'ynanglar, tansa o'ynanglar. Ko'ngil ichinglar. Ikkimiz tansa o'ynasa qandoq? Yaxshimisiz, boy? Yaxshimisiz? Siz bakobda o'ynaydigansiz. Rahmat. So'biy bog'a yolg'iz qoldingizmi? Shundoq. Ailenizdekiler nerede? Uqmayman. Men yolg'iz o'tyapman. Ben yolg'iz o'tyapman. Sen? Men Serman. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. O'ynanglar, tansa o'ynanglar. Ikkimiz tansa o'ynasak qani? O'ynanglar. Bo'ladi. Qani o'ynanglar. Qaraganda tansa o'ynagan ifodat qiladi. Men uqmayman. Undaqda men sizga o'rgatib qo'yay. Meni mas'ul qilmang. Bundaq bo'lishini atay. O'ynanglar, tansa o'ynanglar. Qani o'ynanglar. Mana bundaq. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Men sizlarning sizdan maslahat berayotganligimni ko'rdim. Bir kaparan söyleyişi, vaqtni o'tkazamiz. Mayli qandaq ish bo'lsin, men yordamlashadigan ish bo'lsa, davrim. Hayır. Men bu ishimizni qandoq etishni bilmayapman. Siz menga bak ehtiyojli. Gapimga quloq soling. Siz bu ishni qandoq etishni bilasiz. Men 26 yoshga kirib qoldim. Siz nimishqa bir yosh qizni tepib olmaysiz. Men olmadan ta'min tepib baqqan. Şunu pişmeğe almanı kerak kılmayın. Hayır. Acalık kal.
aldırıp ketme. Bugün geldi. İşləvirinlar. Es üzükə qaçan pütüdü. Hemmesi bugün bitiyor efendim. Mən komandanın buyruğunu tapşırıp aldım. Yasap bolğandan keyin bu dükkan takılıdı. Nima için? Bunun bilen karın mısın? Anlap dur. Ben seni bu yerge başlık tiklep, yani 4-5 adam koşup verme. Nurgun eğri işlerini kılacak. Eğer hayat kalay desem, benim diginim bu işin. Bu nesin sen koş bire. Onun ismi Nimit'ti. Bu siz. Yahudi şahzadesi. Sizlerin işleşem uklaş ornunlar çekti buladı. Keçisi başkaları tuğuzmay, üzük yasap. Bana, ya ki ben evetken adam gibi verirsen. İnsanı bolsun, eğer bu sırrını aşkarlaydığın bolsan, ufkan bilen işkin, 5 minuttan keyin o dünyaga sefer kılasan. Uktun mu? Oldum efendim. Efendim. Onda soyutçu. Sen en yakısı başka iş kıl. Neymiş kılman efendim? Kandak şu olsa biliyordu, uktun mu? Ornundan turda atma. Şapsan bozarsa. Öte bu yakka. Sene 25 kamçı orman. Sana şunu tıkanma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tez bulaş lakvala. Men atamağımını ver. İşkin su öpkeleş. Serengoa mu? Bak. Hey, toktap duruş. Hey, kaçandım. Onu urup çıktı itip andan kaçaylı. Ma, yaşa, şalta bol. Ula ketkeline bak. Kaçıp gelmeydi o. Kim dedi o? Saklap dur. Ben berip karab bakayım. Orup duruşu. İki mehbus kaçıptı. Kralının kuralını mı? Bulak gitipti. Hey sen. Yeni sen. Ben bilemem. Ulan tutup geleyli. Çapsan buluş. Ula kaçıptı. Biz mi kaçaylı? Çapsan buluş.
Dikkat! Bugün tushda 2 nafar mahbus lagerdan qochibdi. Qolgan 13 nafar mahbusmi u 2 ablaqdan o'ginib qochishga urindi. Aranglarda ularni tabriklaydiganlar bormi? Ondaqda marhamat. Bu jazo lagerdan biror odam qochib chiqishni xomxiyol qilmasin. Men yana bir qatim aytay. Bu jazo lagerdan biror odam qochib chiqishni xomxiyol qilmasin. Anlashdingmi? Bizning texnik ko'proq odamga o'lim jazosi bergimiz bor. Biz bularning oranglardan birini hamra tanlab, birga o'lishiga alohida ruxsat qildik. Shuning bilan bugun jami 26 odamga o'lim jazosi berildi. Sizlar ularning yeniga berib, xoninglarcha o'zinglarga hamra tanlanglar. Qani hozir başlanglar. Hazır. Başlandı vatma. Hazır başlandı vatma. Yok. Biz herkes onu takılmayız. Herkes onu takılamayız. Ben tushuntirib qo'yay. Bu intayin oddiy bir matematiklik masala. Bu masalaga javob berish intayin ulay. Agar sizlar 13'inlar yana 13 hamrani tanlab birli o'lishni xohlamasanglar, men 50 ni tanlab sizlar bilan qo'shib birga o'lim jazosi berman. O'zinglar bir qaror qilinglar. 13 ga turamsizlar yoki 50 mi? İşte başlayınız. Hemmeler köz üzmeye qarab turinglar. Mushundaq bo'lgandilar bu pandi nasihatni insanlarni chin tutolaysizlar. Agar men ba'zilarning buyun to'lg'anligini yoki ko'zini yumolganligini ko'rib qolsam, ondaqda ularni mana bu 26 odamning qatoriga hozirlik tizdi. Varsa Jungchi. Hop, Wagner Jungchi. Etki tayarlanma. Biz işini intikam edenler. Edinler. Vaqt pek köp sırap olup gitti. Hemmeler işinlerini kılırlar.
saat 8'de məsləhətçilik işi var. Bəzi işlərini məsləhətçi olaydı. Biz əslində az sallaq kişilər qaçıb çıxıb ketişini oylaşqaydık. Lakin bugün qaçqan 13 adamın faciasının yeni təkrarlanışına qarab duramayız. Biz net 100 adam bu yerdə ününü kütüb durmasligimiz gerek. Belki bu yerdeki hemmeylerini çokum öldürüp etdim. Şunun için plan düzgende Sobibo'daki bütün mehbuslar, yani hemmeylen için başka duruşumuz lazım. Hemmeylen için? Hemmeylen için? Ceza bağırdı ki hemme adam için mi? Şundak, 600 adam için. Bomuzu birsimiz bakışmayla. Bu plan emelgaşmaydı. Biz kandakma 600 adamla bu yerden hep kaçıp çıkalayımız. Ben işinemen, biz hemen çartap alayımız. Çokum çartap işimiz gerek. Leon'un digelleri doğru. 600 adamını elip çıkıp ketiş karmak iskinde kılıldı. Lekin Sobibo'daki her bir adam erkinlikle erişip ortasına iyi buluşu gerek. Muşunda kılmaktan başka yol yok. Şurum. Morse. Votil. İdzak. Undaqda hemmimiz koşulduk. Endi zihnimizni yig'ib, masalani hal qilish chorasini topib chiqishimiz kerak. Atrofni o'ylab ko'rsak, hamon chora topa olamiz. Menimcha bunda qilsak, yog'ochchilik seximizda 30 dan shu tepasga chiqsak, har birisining uzunligi 12 inglizchasi atrofida bosib bo'ladi. Shunday qilaylik. Bir qorong'i kechada sintoqni o'tsak, har bir sho'tadan 20 dan odam chiqsa, uzunga qolmay 600 odamning hammasi chiqib ketalaydi. Buning bir gap yo'q. Mushu eng muvofiq choramikin deyman. Yo'q, yasagan sho'talarni nerede qo'yamiz? Emiz 20 yasaylik. Her birisini 30 adam işletsin. Şutularını koyduğun joyini biz hemen tapalayız. Çok ettiğimizi tapalayız. Sintosak sırtı gömülgen bombalarını kandak kılınız. Bu diyendek muvaffak şer emez. Hiç kısı yok mu? Köprek başlattırırsak muvaffak çağrı tepildi. Yarası yol kolandık ya. İdrak, yarası yolu bek uzun. 50 metre kolaşka doğru geldi. Bu plan emelgaşmaydı. Hiç kısı yok. Yarası yol kolaşma. Bulduğun çare. Eğer yerin küçüğünü başlayıp kaçışını başlasak yarası yolun çıkış için 600 adamın her biri için 1 minut vaxt getdi. Ular kaçıp ormanlığa kirib olaydı. 1 minut içinde kaçıp çıkış mümkün olmaydı. Lakin onun bilen karımız bulmasın. Cemi 600 minut getdi. İkinci günü ertegen çıksak mı çıkıp alayımız. Biz takım yaxşırak amal izlep bakaydı. Amal bak. Biz çokum amal da balayımız. Kalan işlerini ertemezlerdi seni. Hürmet kademler! Koş! Kademler! Koş! Rusya askerlerken Ulabiye'ye nimiş gelgende. Ulan askerlerine birer beriş gerekiydi. Belki ulanı Yahudi bozu gerek. İhtimal. Siz okumakçı bu Rus yiğitlerinin hammasi Yahudi işken. Ulanı bu yerga ig'ir ishlarni qildirg'ili etkepti. Rahmat. Nima bilan ko'rishkisi bo'lsa kechtiminiz. Sizlarning nima qilmoqchi ekanligingizni bilmayman. Qandaqli bo'lsin sizlarga aql yo'q dilayman. Yo'q. Biz ular bilan sizlarga xizmat etishmaylik. Qani ular bilan
Tabii, birlikler görmesi gerek. And soldiers, Russians, Poles, trusting each other. Mayli qandaq bo'lmasa. Sinab ko'raylik. Eğer ular kaçıp ketsa-chi? Agar ular qochib ketsa, bizni nas bosadi. İsmim Leon Perdxonde. Alexander Peterskiy. Bu Samir Perdmek. Tanışqanımga xo'shalman, Peterskiy Jungve. Ko'pchilik meni Sasha deb chaqirdi. Mashunaq chaqirsang o'ng'ay bo'ladi. Rahmat. Hammamiz sirtma ahvolni o'qishga tashna bo'lyapmiz. Qandaq gapiralamsiz? Albatta bo'ladi. Ko'pchilik. Tinchliklar. Qo'shininglar bu yerdan qanchalik yiroqlikda? Bizning qo'shinimiz bu yerdan 6-700 ingliz chaqirim yiroqlikda. Biz nasiblarni chekindiryapmiz. Lekin butunlay mag'lub qilishga biroz vaqt kerak. Yaqin atrofda partizanlar bormi? Bor. Lekin ularning qildigan ishlari nurg'un. Bu yerdagilar o'zini o'zi qutqizishga to'g'ri keladi. Biz ochiq ko'ngillik bilan muomala qilishimiz lozim. Siz meni rossiyalik askarlar bilan munosabat bog'lang dedingiz-ku. Yo'q. Undaqda biz nima qildingiz? Biz o'zaro ishimiz asliga saqlandik. Nima uchun men sizga ishinaman? Hammamiz Yahudi, balkim biz gör og'zini qutulishning chorasini tepib chiqib, ular bizga tangan taqdirni o'zgartirib o'tishimiz mumkin. Derhal qaytib ketaylik. Ular eshikni soat 10da qaydi. Xayrli kash, Leon. Xayrli kash, Sasha. U bizning uning ishonishimizni umid qildi ekan. Nima qilmoqchi ekan? Hozir bir nima demayman. Qochmoqchimikan? Ehtimol. Nima uchun fuqarolarni aralashtiramiz? Biz degan jangchi. Qochaylik desak, o'zimizni qochalaymiz-ku. Balkim ular bizdan foydalanmoqchi bo'lgandir. Ular bu atrofni pishiq biladi. Biz ularga tayansak, ondan qochib chiqib ketishimiz mumkin. Çatlamayalım. Çatlar. To'xtab turinglar, oldirmanglar. Tayyor oldimi? Mana hozir. Yo'q. Chapsan tayyor qil. 10 minut ichida hamma odam tomoq yeb bo'lishi lozim. Bugun orom olmay ishlaydi. Tomoq berishni boshla. Ma'qul efendim. Bar kuchim bilan tirishak. Nima uchun jiz olmaysa? Tamam, götürüldü. Aksakal! Ulan tez iş kayda! O yerde seni nurgun işler saklap durdu. Tez buluş. Anlamış kılmamış. Ehtiyat qilin. Mahbuslarni to'shiydigan poyezd to'xtagan kuni bizmi tugishimiz. Biz cho'qim qochib ketishimiz kerak. Shundoq, qachaylik. Qancha kishi?
Subibo'da 600'dek mahbus bor. Hammanglar qochaylik. Siz hammanglar birlikda qochib ketaylik demoqchimi? Tez bo'lish, tez. Manglarsa. Hali ko'p odam qochish planimizni bilib o'pdi. Agar bu planimizni bildiganlar qanchakin ko'p bo'lsa muvaffaqiyat qozonish ehtimoli. Shuncha kichik bo'ladi. Albatta. Shuning uchun biz bu maxfiyatlikni oxirgi minutgacha qattiq saqlashimiz lozim. Shunda qilganda hammanglar bu fursatga erisha oladi. Menga butkul jazo lagerining xaritasi kerak, Leon. Bu qo'limdan keladi. Yana sizga jazo lageri atrofiga ko'milgan bombalarning tafsiliy joylashish xaritasini muhtabralayman. Ko'milgan bomba? Shundoq. Oldi darvozadan boshqa jazo lageri atrofining hamma yeriga bomba ko'milgan. Qarang. Bu ularning bizning huquqida qolganini tushuntirmoqda. Bundan boshqa SS-chilar va Ukraina qarovullar haqida siz bildigan ahvollarni menga so'zlab bersangiz. Ularning soni qancha, nima ishlarni qiladi? Bu ahvollarni egallash bo'lmaydi. Kishilar bizning har kuni kechda birga so'zlashayotganligimizni ko'rsa bo'lmaydi. Biz boshqalarning gumonini qo'zg'ab qo'ymaslik uchun bir atil chora o'ylab chiqishimiz kerak. SS-chilar har kuni kechda mening bu yerda turganligimni biladi. Agar sizning qiz do'stingiz bo'lsa, uning bilan uchrashishni bahona qilib kelsangiz, bundaqda hech kim gumon qilmaydi. Men sizga bir qiz deb beray. Bu qiz mutlaq ishonchli bo'lishi kerak. Aksakal. Hop efendi. Ular bu işlerini obdan görüp aldı. Bularını savak elip, hemmeyle imperiyanın mülkini uğurlaşıp bombaydıqalıqını bilip koysun. Hop efendi. Tarqılama. Bilini Allah'a satqılıqı de. Tümegün keçimen, onun ulanı kız satqılığını kögen. Rahmet doy. Yaxshimisiz, Boka? Sasha. Yaxshimisiz?
Gerçi biz tunjukdan ko'rsatgan bo'lsakmi, siz menga bak yaxshi muomala qilyapsiz, Loka. Sizni bir ko'rib yaxshi ko'rib qoldim. Bu mening sizga bo'lgan aqidam. Bugun kecha nima degan go'zal, a? Ay qarang Sasha. Qani, bu yoqqa qarang Sasha. Ma'mamsiz? Yo'q. Siz men, ana sizlar ma'dim. Biz bugun tushgan qishni boshlashimiz lozim. Bu vaqtda biz taqa chiqadigan yo'lni aniq ko'rib olamiz. Lekin ular yo'lni ko'rmaydi. Shuning bilan ikkinchi kun ertagangacha kutib turishga majbur bo'ladi. To'g'ri. Sizningcha ishonchlik bir to'xtab qilib bo'ladimi? Bo'ladi. Yabloqovis o'ngmushiyat to'xchilik qiladi. Chunki bizning oxirida qildigan ishimizning biri toksimlari, ham telefon simlarini kesib o'tish, ularning sirt bilan bo'lgan aloqasini uzib tashlash, boshqa joylardan yordam so'rash umidini yo'q chiqarish, Leon. To'xtab. Bu joyda qancha SS bor? 16, yana 125 Ukraina qarovul bor. Ukrainaliklarning hammasi qurol bor ekan, shundaqmi? Shundaq, ular intayin kuchli. Lekin SS-chilar yo'q deb ular 5 yo'q chivinga o'xshab qoladi. 16 SS-chini qandaqmi biroq yo'qar qilib olsin. Odamlarimizdan odam o'ldirguchilik chigiri bor yo'qligini bilmayman. Lekin SS-chilarni ujuqtirib o'tish planimizning ochiqchi. Qo'limda hozir bir tikuvchi, bir yog'ochchi, 2 muzdoz bor. Men uni tartish bilan shug'ullandim. Urushdan burun men xatir yozuvchi edim. Real chalatdim, kompozitorlik qilatdim. Ular cho'qim odam o'ldirishni o'rganish lozim. Ang oddiy usul qaysi? Well, I will tell you. 600 prisoners walk out the main gate. They just walk out. Right after evening roll call. They just walk out the front gate. That's impossible. That's crazy. Except for one thing. Faqat bir ishdan boshqa ham ishlarni qila olamiz. Shuni biz 600 nafar mahbusning birlikda cho'ng darvozadan chiqib ketish uchun bir plan tuzib chiqishimiz kerak. Siz ilg'orchilikni saqlayapsiz. Shunda qaragan siz uni yaxshi ko'rib qapsiz. Shunda uni yaxshi ko'rib qolsam bo'lamdi-ku. O qandaqroq ekan? Tahu uxmadim. Uni yaxshi ko'rib qolganda qilma, atrofni o'ylashga vaqt chiqaramadim.
O sizni yaxshi ko'radiganligini aytdimi? Yo'q. Balkim bugun kechda aytish mumkin. Xayrli kech. Sasha, bu yablo hovis. Sizga bayatni aytgan to'g'ri. Biz bayatdan bak qiziq bir qo'l shaxmat o'ynadik. Bak qiziq bo'ldi. Shaxmatga qaraganda mening to'g'richiligim nima? Uningdan qiziq. Siz bilan tanishganligimga intan xushalman jo'ng'ay. Biz az ko'rishaylik. Ma'qul. Shuni muayyanlashtirishga bo'ladiki, oqsoqolning roli Bahjon. Agar ishimizni muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsak, kam deganda bir oqsoqolni qo'lga keltirib, biz bilan hamkorlashgan qilishimiz lozim. Lekin ularning sistemini katini chekyapti. İşemçilikleri var mı? Aksakal Fucik. Yana bir aşkisi çıkıp kalışı mümkün. Bir aksakalga işinişki olmaydı. İsmi Belina degen ablah. Onu ucukturup tutuş gerek. Hiç kandak iz kaldırmasımız lazım. Şunda kalaydı. Benim kol astımdaki alakası. Tünügün keşke sohbetimizde es-esilan ucukturup tutuş planı üstüde toxtalganıydık. Biz köpsallık es-esilan ucukturuş. Hatta hemmisini ucukturuş planı tüzüp çıkışımız gerek Leon. Boptu, muşundak plan tüzeyli. Bu işlerini fakat hufiyanı kılış gerek. Aldı bilen ulan yetim kaldırıp bir-birle ucukturuşumuz gerek. Bu işlerini fakat bir saat içinde işlep buluşumuz gerek. Hazır işimiz emel karşı defter kılaylı. Ehval kandak bula. Ukrayna Karavollah 5 yıl çivin okşap kaladı. Biz fırsatın paydını kaçımız. Doğru. Üçüncü cezalarındaki mahpuslar. Ceset yedirilgen mahpuslarını kandak ep çıkıp gitiniz. Yol. Bu bir kıyın mesele. Ulağı sırtkı çıkamaydı. Biz kiremeyimiz. Ulağı haber yetkizip berişke. Amalsız kaldık. Menimce ulağı yardım berişke. Kurbumuz yetmeydi. Sizin izninizle. Şundak. Siz işleyen sıkta bıçak yasayalamsız. Şundak mı? İhtiyat kılın. Doğru. Şundak olsun. Kançılık lazım. Kançılık yasayalırsın şunçılık lazım. Hatırlayacağım bunu. Leon. Belinani tezak celbetin var. Oldu. Biz kaydaylı. Eğer mühim iş olmasa seni 25 kamçı koruman. Aldın mı? Ben sizge aytdim efendi. U yerda zodi nima chiqqanligini bilmadim. Oqsoqol Fuchik sizni chaqirishimni topilgan. Boshqa ishdan xabarim yo'q. Fuchik! Fuchik! Gruplar başka yerden zahmetlendirmem. Derhal berip Polinzer Jonjo'ga Oqsoqol Belina'nın kesilibek erken debeyt. Ma'qul. Adam öz ornuğu berip buluş gerek. Saat 4'te es-esçilan ucukturuşunu başlayımız. Bir saat içinde meselini hal kıtılışımız lazım.
Ular zinnat buyumlarga bek amrak ket. Aç gözlükte haddedini aşkan. Biz bu taraftan paydalansak bulamdı. Menimce buldu. Niman Dong'u samarga bir ötüktük güzde. Biz onu muzdozluk cehiga ötükni kiyip sınaş bursutun paydanıp çağırıp girip jaylavetsek buldu. Charlotte bilen vagonani qandaq qilamiz? Charlotte'ni tepish bergan. Her kuni tushdi u jazo lageri ishida dam oladi. Kechki uxlamidan keyin yana bir qatim tekshirdi. Lekin uning yendan odam ayrilmaydi. Vagonaning nerede yuradiganligini bilgilolmaydi. Şurum onun zinnat buyumları yasab beryapti. Uni shu yerga chaqirib jaylavetaylik. Biz jazo lageridagi har bir iz ishning tafsil ahvolini egallab baqaylik. Bizning odamlarimiz muvofiq vaqt, muvofiq o'rinda qo'l serish kerak. Soat taqili bo'lami? Bundaq taxmin obdan maqtashqil bo'ldi. Menimce buldu Sasha. Sasha, ben esçilan öldürüşke katmışay. Ben vagonanı öldürmem. Şurum, adam öldürdüğü ağaçlarını benim adamım kıldı. Bu işini özden uğurlaştırma. Sizge bu geplerni demesem bo'ladi. Lekin sizning hayot mamat ustiga qolgan so'zingizni anglab, bekmi qo'rqib ketdim. Ba'zi vaqtda masalani shunday o'ylamasak bo'lmaydi, Loka. Yo'q. Yo'q. Nima uchun? Bu isloh haqiqatan rost ishga o'xshab qoldi. Bek rost ishga o'xshab qoldi. Sasha, mening sizga bo'lgan muhabbatim. Men... Yo'q, Loka. Gapingizning oxirini aytma. Bo'ldi. Gapimga quloq solin. Mening xotinim ham bir qizim bor. O'qishimcha ular hayotgan. Men ularni qalatni yaxshi ko'raman. Siz buni burunroq demaysiz. Men buni o'qimadim. Biz komediya o'ynayapmiz. Shundaqmi? Komediya o'ynayapmiz? Loka, gapimga quloq solin. Men haqiqatan bunaqa qilish niyatim yo'qdi. Linzer Jongshi, vagon bilan ishkimiz, Roblenga berib 3 kun turimiz. Biz qaytib kelguncha poyezd kelmaydi. Ishkinglar bu yerdagi hamma ishlarga mas'ul bo'lasizlar. Mang'adiga vaqtimiz bo'lib qoldi. Xo'shamisa. Bayatın bayqishimizcha, Richard Changli bilan vagon 3 kunlik sirtga chiqib ketdi. Leon bilan ishkimiz qat'iy qaror kelishimiz kerak. Ati qachayli. Hozir biz yana bir qatim inchikilab plan tuzib baqayli. Tushdan keyin yana soat 4 bilan harakatni boshlaymiz. Bilishinglar kerakki, u vaqtda hamma ish odatdagidek bo'lishi kerak. Leon ikkinchi jazo lageriga mas'ul bo'ladi. Men birinchi jazo lageriga mas'ul bo'laman. Poch, siz meni yana ikki odam bilan yog'ochchilik sexiga avating. Bu yerda qiladigan ozroq ishimiz bor. Bo'lib, undan boshqa to'yib, chaqqan ikki putiga tayinib, ikki taraf oraliqda uchur yetkizsin. Mo'lchiringlarcha, kim polizer bilan kechki yo'qlamaga boradi? O'rib Jongshi, uni mijayib o'tinglar. Men Leon bilan bu ishni bir taraf qilay. Siz xotirjam bo'ling. Biz yig'ilish pishtiga olingan vaqtimizda huduqmasligimiz, yangi ruhimizni o'zgartmasligimiz lozim. Bu vaqtda eschilarning ko'pinchisi ujuqtirilgan bo'ladi. Biz odatga tarqalish usulimiz bo'yicha tarqalmaymiz. Po'chik bizni cho'ng darvozaga boshlab maqsun. Biz bo'lgan qurollarimiz bilan ko'z munoradagi qarovullarni etib tashlaymiz. Orqadan darvoza oldidagi
2 nafar Ukraynalı qaravulni etib tashlab, darvozani ochamiz. Ko'pchilik darvozani etilib chiqib, xuddi kazak otli qo'shinlarga o'xshash o'rmonlik ichiga kirib olsin. Biz qochib chiqib ketishdan burun hargiz salallik o'tkazmasligimiz kerak. Undaq bo'lmaydi ekan hammamiz tugishimiz. Aytman Ukraynalı qaravullarning yotig'idagi mashina remont qilib barma. Shu yerni qurol bilan o'q o'g'irlab chiqay. Bo'lamdi. Siz ochqandaq. Bo'pti. Kashk yo'qlimidan burun ochqanda mening odamlarim bilan jam bo'ling. Şurum, esingizde bo'lsin. Zarur bo'lmagan har qanday tavakkulchilikni qilmang. Xotin. Bilasiz, ertadan başlap başqa bayram o'tkazamiz. Bilime. Ati muqaddas kun. Men unutib qaptım. Dadam bastırıydı. Ular muqaddas kunda odam o'ltasi bo'ldi ekan, biz o'ltasak nima qilib bo'lmaydi ekan. Xudo bizni cho'qim kechirdi. Lekin bu yerda nurg'un odamlar o'ldirildi. Xudo bizni kechirdi. Sizningcha bizning planimiz cho'qim amalga oshami? Oshidi. Lekin yana Xudoning amonlik tilashga to'g'ri keladi. Adamki günlerde görüşümüz gerek. Ormanlıkta soğuk boğaçka kini vakantım. Kayıt verin. Seli bitti. Ben ülgürmeydi. İhtiyat kalın. Menin zadı şıkığım yok. İşlesin vakitinin ötkerliğini bilmeye kalırsın. Yanıdın kepti. Leon, yanıdın istilah geldi. İlgiri, herkes görüp bakmagan. Kaçken, sanayına kımas 30'a yakın mı değil mi? Nerede? Dervaz sırtıdan. İlgirle, bu yakını misketto. Derhal, Saşa'a haber kılın. Eğer sır aşkarlanıp kalsa hemmimiz tüküşümüz, hemmimiz. Kulak yakın 2 saatini açtı. Bu yergimiz kelgandi. Belki ekskursiya kelgandi. Ekskursiya. O'zim lagerni kiram ekan. Balkim bu yerga ko'makchidir yoki yo'lni o'tib kirganda. Mayli qanday bo'lmasin, esbetchilar ko'payib ketdi. Qo'lsaniz qilmaydi. Lekin vaqt keyin surilib ketsa, sir ashlarini qilish xavfi ko'paydi. Biz ishga amal bor. Lekin har ish kelsa ko'ngilga emas. Vaqtincha to'xtab turay. Men qo'shilaman. Besib o'tirish qilmay. To'xtab turgan bo'ldik. Xudoga shukr. Bu ablah ketdi. Bo'lmasa yana bir baloy obat yuz beradi. Shundoq. Lekin qandoqli bo'lmasin, Richard bilan vagona qaytib kelishdan burun harakat qilishimiz kerak. Hozir bu ishni bildiganlar ko'payib ketdi. Ehtiyot qilishimiz kerak. Hadi.
sen bu yerde işleyse. Kalkınla men bilen yanıla. Saşa bir neçe minutun kim keldi? Solinzer Cumhuriyeti gördünüz mü? Kömüdüm. Solinzer kayada, lagırının sırtıda. Onu kayada jaylı ötüş kerakligini bilemse. Bilmem, yoğaççılık sıyıqıdı. Ben seni buyurganda andım bağın. Buludu. Tayarlık bitti mi? Bitti. Derhal kiyim ambargı bıraylı. Min dokun çakıraylı. Buludu. Manaylı. Efendim. Keşirin efendim. Ula keşikip kaladı. Hem iş oңuşluk oldu. Saşağa etip koyalım. Tayarlığınız bitti. Aksakal. Hop efendim. Kim ayrı söydün 3 adam çakırıp çık. Bulut efendim. Ulan nimisanı kılıdı. Şimal cazalı agırgı berip egirçtan kıldı. Çapsan bol. Bulut efendim. Sen. Ben bilemem. Liyan karam. Fıçık yoluna hatamandı. Derhal aşağı bir isçe 3 nefer mahpus bilen Fuçuk'ni aydet etketti. Ulanın näge berişini, nime kılışını bilmedik. Hazır Fuçuk'ni ümidimiz üzüldü. Tez bol, onun içinde vurup duruşun çakıp gel. Vorupçun ben sizin çakırgılı geldim. Küçüman derek sizge bir kurum çapan tikip koyup diken. Hiç kança vakit ketmeydi. Sizni kelip, kiyip baksın digeydi. Boptu, ben baray. Karanla, kümet geldi. Kanda kalınız. Arka ötüp, üçünü durunla, tez. Kırat efendi, bir nesi lazım mı de? Bana bir yonka olak lazım. Hani özünüz dalıverin efendim. Senin şorunun bu yer demez. Sen kim ayrışı yüzü şeyttin o? Bu yer kim dep geldin? İşini başla aldık. Arka çıkınız yol yok. Cesetle yusur boyunla. Hayırlı geç efendim. Toyup'nun eğitişi, sen bana bir tane kurum çapan tayarlap koyupsan, şundak mı? Şundak efendim. Bu çapanı siz keysiniz, pek yaşıdı. Beyli. Kurumu pek yaşı. Pek yaşı tikilgen.
Bo'pti. Yaxshi bo'pti. Atibdi kuchlar uyga olib kiyib ko'ray. Afadim, hozir kiypasangiz qandoq? Qani. Mayli. Qural. Manjungshi, men sizni izdigaydim. Ikki monderi sizga bir xurban tikib qo'yibdi ekan. U sizni kiymon birga berib ko'rib boqsin degaydi. Hech qancha vaqt ketmaydi. Xurumchapan? Kim xurumchapan debdi? Men uqmadim efendi. Lekin Mondirkning aytishicha siz kaysingiz yarashadi ekan. Bo'pti. Ko'rib boqay. Allaqachon iskinjayib yotdik. Urushchisi, kratchasi. Boyatim Bekmanjunshini chaqirg'aydim. U yarim yo'ldan qaytib keldi. Bekmanjunshi qayerda? Uning bilan ko'rishsak bo'ladi. U hozir o'rnashadi, sirtqa chiqib ketdi. Ablah, u ketib qoldi. U cho'qim ishxonasida. Yo'q. Agar odam kerak bo'lsa, men boray. Bekmanga taqabul tura olamsiz. Albatta, tura olayman. Amisi Bekmanni o'joq turishga beradi. Polikchunshi, ular sizni soat 4:30 yog'ochchilik sexiga kelsin degaydi. Nima ish voqea? Sizni kitob ishkovining rangini tanlab bersin degaydi. Rangini tanlab bersin? To'niga u yerga borganda menga nima ish qaytmabdi? Buni uqmabdimi efendi? Ularga kildigan bo'ldi deb qo'yamdim. Yo'q. Bugun atimi qachon berishdi? O'zim belgilayman. Luka? Sasha. Kechki yo'qlimida yenimda turuq bulamdi. Emisi menga bir ish qilmoqda. To'lig'im sizda. Qani sizlar. Meni kiyib taqing. Sizga aq yo'l tilayman. Bu ko'nglik bek chiroyli ekan. Meni sizga topdim. Hey, hoş efendi. Bu at ne? Iqilga kirib et. Hop. Hayırlı keş efendim. Ötügün bitti mi? Bitti efendim. Kene olturam. Ben ki bakay. Bunu... Kene olturam. Merhamet.
Risk kılıp kalım yok. Adem yok et. Saşa, onun kuralını ele öyle. Siz ele bilin. Öyün tazılı bıtınla. Hem de nöbet var, sağ geldi. Keşke yoklamadan keyin men aşkanımızda. Ben Ukraynalı qaravullarını yatqırdım, kural bilen ok uğurlap keley. Anlap durmasız. Eğer ben ölüp ketsem. Dikkatli qilma. Endiş qilma. Çatak çıkmaydı. Sana ok yol dileyim. Varıklar hoş geldi. Altını yürüp koyunlar. Tez bulunlar. Tez. Varıklar Cumşu. Nene iş? Bekman Cumşu bu xatni sizga avatdi. Onunla aytib qo'ying. Bu ishni tunigun bir taraf qilib bo'ldik. Meni izlash hojatsiz. Xo'p. Ötügün bitti mi? Bitti efendim. Qani, o'ltiring. Xotinim uchun. Balam uchun. Hay! Adem çakırıp yükünü düşürüyorlar, kıratını çakır. Hop efendim. Kırat Cunsi. Kıratçı, ne ketkellikini bilmedim, u yokken. Yani saklap duramayım ha, derhal işki adam ketkel, yükünü düşürüyorsun. Hop efendim.
geldi. Ne kuvadınız? Ulamın işimi alacağız alagırga vatkenete u yerden çıkanmadım. Hazır kadar işimiz naiti oңuşluk bolup ketip atıdı. Lekin politini tapamadık. Bitmanın tepişimi kıyındak kılıdı. Siz ikinci cezalagırga berin. Yığınga yardımcı gerek. Bak yaxşı iş oldu. Biz Nemis askerlerini öldürdük. Bu adamın usadı aklına sığmaydı. Bak yaxşı iş oldu. Bak yaxşı iş oldu. Kaldır iş oldu. Belki yaxşı oldu. Ayeti mezilik koptu. Nahayeti bu mezilik. Sen kandak et. Sen Trobiyolu işçisi değil mi? Şundak o. Çokum şundak. Sen bir Yahudi Trobiyolu işçisi turup bundak mezilik tamak etişin adamın aklına sığmaydı. Kendisi de baka. Sen kandak ettin. Gap kılalaysan şundak mı? Şundak efendim. Senin dini ismin zaten değil mi? Seni terslikte koyğum yok. Benim dini ismim yok. Yahudi ismim var. Eblah. Anlattı. İsmim Hosrutman. İsminde unuttuğunu sakla. Bo'lmaydi. Yo'qlama vaqt gap qoldi. Bekmanning ishxonasiga berib, fursat tepib, uni joyga o'tinglar. Undan keyin qaytib kelinglar. Karmali va boshqalarni elib, birinchi jazolarga beringlar. Kel, bu ishni mo'ljallamabdi ekanmiz. Men bilaman. Rahmat sizga. Buni ishladim. Yo'q, yana buni ishlatgan olsizlik. Bak yaxshi bo'ldi. Sizga oq yo'l tilayman. Xotirjam bo'ling. Kezman! Tez et gel. Bekman Jongşa. Sizler nima qilmoqchi? Uni o'ldirib, tez bo'l. Tezgin bo'lsa. Jasadni yo'shirib qo'yaylik. Gazarma hayda, çarsan bol. Bek oңuşluk oldu. 5 minut tadık. 10'da 10 boptu. 11 oldu. 20-30 bol tekmi yaxşı bulattı. Manın bu bir tapanca. Qağını Leon'un yanında. Haltı çıkıp silah karman. Bunun aşırı kelime. Koral. Okba mı? Mana bir tızık okmu var. Aşxanaga beringlar.
siz onu başlap verin. Şurum o kalkıttı mı yok. Sorap bakın. Hazır kadar işimiz nahit oңuşluk öp ketip atıdı. Uzun ötmey başka haksızlıklar işi mümkün. Ya da siz yığılışkan yemşerim, siz bunu. Söyle cümşin tapamadık. Eğer o yoklamağa kelse şu yerde onu caylı biteydi. Kemmey kalsa taliyinin onun gelgini şu. Tez ola. Adet kire tez ola. Çattan bunu ola. Ben bile yürüla. Aldınız mı? Evet, kim aldım? Keşke hava bek soğuk buludu. Loka. Şurumni kördünüz mü? Kömülür, uçukum kayıt kılıdı. Okunu bu yerge salımız. Manımındak. Bu nesini sizge börey. İşiltişini okumaydı gelme. Hemmiş oңuşluk bolğandı. Bek oңuşluk boldu. Bu yerde kaçan uçturumuz. Yığılış piştikçilerini kol salımız. Yığılış piştikçilerini seni unutup kaldı. Menimce uzun kısıp duracak olmağa dek. Karan olağa. Emdik tutturuşku bolmaydı. Kol salaylı. Başla! Tez bununla! Ötürek tez onla! Tez bununla! Tez! Dörtünü ötürek onunla! Tez bununla! Tez sizinla! Tez! Tez! Bekman. 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 Hey! Hey! Әмі алашат күтез ала. Бұл жұмшы, немен жұңы кейіміз қылаты өлтіріліпті. Яны варыса жұңыйым бар ке. Неме? Тоқта! Тоқта! Дәрвазды шығып кетемейдіған болдық. Köpçülük dikkat kılınla. Bu gün ahı yetip geldi. Köp sandaki SS-çiler öldürüldü. Sıranın takdırına öz kulunla öttü. Aralarda hayat kağalla tarixin guvaçları bulutuyla. Bu 700 bege vekaladın bütün dünya kalır tapıdı. Allah silahı medet kılgay. Hazır silahını hiç kim tus olamaydı. Kes kaçınla.
Bulala tez! Kaptan kaçınla! Tez bulala tez! Leon! Sizler erkinlike çıksanla! Tez kaçınla tez! Çapta bulala! Çapta! Tez kaç! Tez bul! Leon! Biz manayla! Leon! Sıra! Tez bul! Leon sıra! Acırım! Tez manayla bulun! Yine kokda! Yalanlaştırınlar. Biz ormanlık görüşeyle. Tez. Bunlar.
O'rningda tur. O'rmonliqqa az qoldi. O'rmonliqqa az qoldi. O'rmonliqqa kirib olaylik. Chapdan tur. Tez bo'l. Yani 300 neçe mahsus ormanlıkta kaçıp çıktı. İda bilen İzzak ormanlıkta uçuraştı. Ula bir amal kılıp gün ötküzdü. Uruştan keyin turmuş kurup İsrail'e köçüp berip oltıraqlaştı. Ula hazır Tel Aviv'e yakın bolgan Gron degan joyda turvatıdı. Ulanın qo'shnilari hammasi Subiboddan kaçıp hayat qalganlar. Toy ve başka iki balani Povchilik bir dehqonchilik maydonining xo'jayini ushirib qoldi. Keyin dehqonchilik maydonining xo'jayini pul bulash vaqtida ularni o'ldirmoqchi bo'ldi. Toyibning inikiga o'xtaydi. U yolg'ondan o'lgan bo'lib o'lib qutulib qoldi ve azatlıkka erişti. Toyib turmuş kurup 3 ballık oldu. O hazır Kaliforniya ştatının Santa Barbara degan yerda o'tiraqlaştı. O her yili bir qatım Subiboga berip, u yerda o'lib ketgan urug' tuqqanlarni xotirlaydi. Shen bilan Serman yaqin atrofdagi bir kichik dehqonchilik maydoniga qaytib berib, ta ozodlikcha shu joyda yushin kun o'tkazdi. Ozodlikdan keyin 40 yil inoq oila turmush ko'chirib, 2 balliq bo'ldi. Hozir ballari cho'ng bo'lib, qo'li ishga tegdi. Hozir ular Connecticut shtatida turmoqda. Shuromston Partisanlar atrofga qatnashib, Polshining natsistlarga qarshi avangard jangchilardan biri bo'lib qoldi. Lekin uning inisi Mosis to'g'risida hech qanday izrak topilmadi. Urush oyoqlashgandan keyin Shorom Braziliyaga ko'chib kirib, to'y qilib, 2 o'g'il farzand ko'rdi. 1978-yili u o'zbekcha tirishchilik ko'rsatib, Faustaf Vaguna Junshini Janubiy Amerikadan izlab topdi. Braziliyaning qonuni Vaguna Junshini elib ketishga ruxsat qilmadi. Lekin Vaguna 1 yildan keyin boshqa tarafdan o'ldirildi. Vaguna'nın ölgürlük hakkındaki ispatıga özünü öldürüp aldığı da yazılgan. Sonraki Richard Chanvi Kırgızistan'a verildi. Subibodagi qo'zg'olonning 2 oy keyin u partisanlar tarafidan etib o'ldirildi. Erister Xana bir amal qilib nasibda va polshalik xoinlarning jankashkidan qutulib, ozodlikka qadar Rossiyada turdi. Keyin u Amerikaga ko'chib bordi. Hozir Eris Ayvin bilan Amerikaning New Jersey shtatida turibdi. Erister G'arbiy Germaniyada Elis Paul qatorliq urush jinoyatchilariga hukm e'lon qilish sud yig'inida ko'p qatim guvohlik berdi. Erister yana polit tumshiga hukm e'lon qilish sud yig'inida guvohlik berdi. Polit muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. Hozir turmada yotmoqda. Sasha Petreski va uning nurg'un sabdoshlari bir amal qilib Rossiya oldingi safiga berib natsist Germaniyasiga qarshi urush qatnashdi. 1963-yili 11 nafar Ukraina qarovulning Subiboda o'tkazgan jinoyatlar ustidan hukm chiqarish sud yig'inida Sasha muhim faktlarni o'tirib qo'ydi. Ularning ichida 10 odamga o'lim jazosi berildi. Hozir 77 yoshga kirgan Sasha dam olishga chiqib, ayoli Olga bilan Don daryasi bo'yida urushda turmoqda. Loka Polshining yezdirib yo'qolib ketdi. Sasha qatorliq nurg'un kishilar hamma joyda uni izlagan bo'lsa-mu, lekin uning izlariga topilmadi. Loka Sashaga tikib bergan ko'ngilak hozir Sovet ittifoqidagi bir muzeyda 2-chi dunyo urushi mezgilida erkinlik uchun jang qilgan va qurbon bo'lgan kishilarni xotirlash yuzasidan saqlanmoqda. Leon Peretxonde yo'l bo'yi kurash qilib Polshining Lobni degan yerga yetib kelib ozodlikcha omon yashadi. Keyin u bir do'kon ochib, Sobibodni qochib hayot qolgan yahudilar va namratlarga yordam berdi. U qochib 14 oydan keyin bir qatimliq yahudilarga qarshi epirilgan to'qinishda o'z sabdasi tarafidan o'ldirildi. 250 ming yahudi o'ldirilgan Sobiboddan iborat bu jazo lagerida 1943-yili 10-oyning 14-kuni mahbusda qo'zg'olon ko'tardi. Qo'zg'olon ko'targan 600 necha odamdan 300 necha odam erkinlikka erishdi. Bu 2-chi dunyo urushida misli ko'rilmagan birdan-bir harakat edi. Bir necha kundan keyin SS-chilarning Katovish bilan jazo lagerini taqashga buyruq berdi. Shuning bilan o'ylar chehib tashlanib, qarg'ay ko'chatlari silindi. Bu haykal Subibodagi kishilarni o'z ichiga olgan nurg'un kishilarning erkinlik uchun qaysarlik bilan kurash qilgan. Bundaq fojialarning qayta yuz berishi yo'l qo'ymaydigan qasami va irodasini ifodalab berdi.